Hurmatli do'stlar, biz test sinovini boshladik. And I don't even smoke like that. Already in the feeling cause I roll like that. Who's out here thinking that we just wait till I see that the man holding back. BYD Seal 6 mashinamizda biz Andijondan Nukus shahrigacha boramiz. BYD Seal 6 startga tayyor. Tasavvurimga ham sig'dira olmayman, to'g'risi. Masalan, Seal 6 menga ham juda ham yoqdi hozir. Maza qildim. Agar iloji bo'lganda sizga bu kalitlarni bermasdim. Mana shu muhur adashmasam shu Qoraqalpog'istongacha yetib boradi degan umiddamiz. Head-up display вообще zo'r. Qo'qondan blogerimiz keldilar. Mashinaga gapsiz bo'lishi mumkin emas, yumshoq. Butun O'zbekistonni bitta bakda o'tadi bu avtomobil. Svetoforga to'xtasak hammaga qiziq. Nima bu? Aytgancha bu yerda muzlatkich bor. Gradusni ham o'zgartirsanglar bo'ladi. Yoqimli taraflama hayron bo'ldim. Zadovoylari ham zo'r ekanman, aytilgandek o'shanaqa. Va nihoyat yetib keldik. Hozir Buxoroga qarab yo'lga chiqib ketaman. Eslatib o'taman, avtomobilimiz muhrlangan, benzin ham qo'yilmagan, quvvatlanmagan ham. Sog' bo'linglar. Pavorotlarga mashina vering qilyapti. Do'stlar, mana biz o'sha Navoiyning mashhur cho'llaridan o'tib boryapmiz. To'g'risi, o'zini zo'r tuzyapti mashina. Komfort gap yo'q, shumka zo'r. Buni barchasi shaffof va haqqoniy bo'lishi uchun. Мы отправляемся на самый длинный и протяжительный отрезок нашего большого путешествия. 420 километров из Бухары до Ургенч. Водитель любой комплекции с легкостью разместится. Очень комфортная подвеска. Семь часов вечера, позади 402 километра. Вот этот финишный флаг, что еще одна точка пройдена для BYD Seal 6. Avtomobil kalitini qabul qilib oldim. Endi xudo xolasa Nukusga o'zim haydab boraman. Mana muhrlangan, umuman ochilmagan, elektr qismi. O't, elektr qismi ham muhrlangan, umuman ochilmagan. Bu Andijonda muhrlangan, hozir men Urganchga yetib keldi. 1815 kilometr haydalgan. Komfortligi, panoramli lyuk. Bu ishni biz amalladik. Biz buni uddaladik. Va nihoyat Nukusga yetib keldik. Birinchi navbatda mana shu finish bayrog'ini Nukusning lokatsiyasiga yopishtiramiz. Do'stlar, biz Andijondan boshlangan marafonimizni Nukusda yakunladik. BYD Central Aziyaga rahmat va biz bilan shu paytgacha yordamlashib kelgan dilerlik markazlariga alohida rahmat. Siz bilan BYD Astana Motors.